Agar siz pensiyani Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliybank orqali olayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz juda muhim. Chunki pensiya kartaga tushdi degani har doim ham hammasi joyida degani emas. Ba'zan odam pul kelganini ko'radi, lekin nima uchun kam tushganini, nima uchun ushlanma bo'lganini, nima uchun karta ishlamay qolganini yoki nega bankka borish kerakligini tushunmay qoladi. Men bugun sizga aynan shu masalalarni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot pensionerlar, ularning farzandlari, vasiylari va pensiya pulini boshqarishda yordam berayotgan har bir inson uchun kerak. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotlar ko'pchilikning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyasini asosan naqd shaklida pochta orqali yoki mahalla hududiga keladigan mas'ul xodimlardan olardi. Bu tizimda odam pulni qo'lga olardi, daftarga imzo qo'yardi va shu bilan masala yopilgandek bo'lardi. Lekin bunday usulning ham muammolari ko'p edi. Masalan, pul keladigan kunni kutish kerak edi. Uyda bo'lmasangiz qayta kelishini kutardingiz. Ayrim hollarda mayda pul yetishmasligi, kechikish, navbat tushunmovchiliklar bo'lardi. Eng asosiysi, pensioner o'z pulining harakatini aniq ko'ra olmasdi. Qancha hisoblandi, qachon tushdi, nima sababdan farq bo'ldi? Bularni bilish oson emas edi. Hozir esa pensiyalar ko'proq bank kartalari orqali berilmoqda. Xalq banki, Agrobank, O'zmilliybank va boshqa banklar orqali pensiya kartaga tushadi. Bu qulay tomoni bilan yaxshi. Pulni bankomatdan yechish mumkin. Do'konda karta bilan to'lash mumkin. Mobil ilova orqali qoldiqni ko'rish mumkin. Yaqinlarga pul o'tkazish mumkin. Lekin o'zgarish bor joyda yangi savollar ham paydo bo'ladi. Pensionerning kartasi muddati tugasa nima bo'ladi? Karta yo'qolsa pensiya kuyib ketadimi? Bank kredit qarzi uchun pensiyadan ushlab qolishi mumkinmi? Kartaga tushgan pulni farzand ishlatib yuborsa kim javobgar? Pensioner vafot etsa kartadagi pul kimga tegadi? Mana shu savollarni bilmagan odam ertaga bank, pensiya jamg'armasi yoki sud eshigi oldida sarson bo'lib qolishi mumkin. Men ko'p uchratadigan muammo shuki, odamlar bank kartasini oddiy plastik karta deb o'ylaydi. Lekin pensiya kartasi aslida ijtimoiy ahamiyatga ega pul tushadigan hisob raqamdir. Bu hisob raqamdagi har bir harakat muhim. Agar siz pensiya olsangiz yoki ota-onangiz pensiyasini nazorat qilsangiz, bank, pensiya jamg'armasi va o'zingizning majburiyatlaringizni aniq bilishingiz kerak. Birinchi navbatda pensiya qaysi bank orqali tushayotganini aniq biling. Ba'zi odamlar menga Xalq bankidan karta berilgan deydi. Lekin keyin ma'lum bo'ladiki, eski karta Xalq bankidan bo'lgan, hozir esa pensiya boshqa bankka o'tkazilgan yoki yangi karta ochilgan. Shuning uchun har oy pul tushayotgan karta raqamini, bank nomini va hisob raqam egasini tekshirib turing. Ayniqsa pensionerning o'zi telefon ishlatmasa, farzandlari kamida oyda bir marta SMS xabar yoki bank ilovasini ko'rib chiqishi kerak. Ikkinchi masala karta muddati. Har bir bank kartasining amal qilish muddati bor. Masalan, kartada Nubik 26 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2026 yil may oyigacha amal qiladi. Muddat tugasa, pul hisob raqamga tushishi mumkin, lekin kartadan foydalanish cheklanadi. Shunda pensioner pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan bo'ladi, faqat karta ishlamaydi. Bunday vaziyatda bank filialiga borib kartani yangilash kerak. Men tavsiya qilaman. Karta muddati tugashidan kamida bir oy oldin bankka murojaat qiling. Oxirgi kungacha kutmang, chunki ayrim filiallarda navbat bo'lishi, yangi karta tayyorlanishi vaqt olishi mumkin. Uchinchi masala SMS xabarnoma va mobil ilova. Ko'p pensionerlar SMS xizmatini keraksiz deb o'ylaydi. Lekin men buni juda muhim deb hisoblayman. Chunki kartaga pul tushganini, yechib olinganini, do'konda ishlatilganini aynan SMS orqali bilasiz. Masalan, pensioner ayolning kartasi nabirasida turadi. Har oy 1 million 200 ming so'm pensiya tushadi. Nabira men faqat dori olib berdim deydi. Lekin SMS bo'lmasa, qayerda qancha ishlatilganini bilish qiyin. Agar SMS bo'lsa, 300 ming so'm bankomatdan yechilganmi? 1 ming so'm do'konda ishlatilganmi? 1 ming so'm telefon to'loviga ketganmi? Hammasi ko'rinadi. Eng avvalo kredit qarzi bor pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliybankdan kredit olgan bo'lsangiz, shartnomangizni diqqat bilan o'qing. Ba'zi holatlarda bank qarzdorlikni sizning hisob raqamingizdagi mablag'lardan undirish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu degani bank har doim xohlagancha pensiyani olib qo'yadi degani emas, lekin qarz
pensiya muddati o'tgan to'lov bo'lsa, hisobingizga tushgan puldan ushlanma bo'lish ehtimoli bor. Shu sababli pensioner kredit olayotganda to'layman-ku deb imzo qo'ymasligi kerak. Har oy pensiyadan qancha qolishini oldindan hisoblash kerak. Masalan, bir pensioner 1 milyon 500 ming so'm pensiya oladi. U 12 oyga kredit olgan. Oylik to'lov 700 ming so'm. Qog'ozda bu mumkindek ko'rinadi. Lekin u odamning dori-darmoniga oyiga 400 ming so'm, kommunal to'lovlariga 200 ming so'm, oziq-ovqatiga kamida 800 ming so'm ketadi. Demak, 700 ming so'mlik kredit to'lovi uning real hayotini qiyinlashtiradi. 1-2 oy to'laydi, keyin kechikadi. Kechikish boshlansa, bankdan qo'ng'iroq keladi, pensiya hisoblanadi, karta orqali tushgan pul ushlanishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya asosiy daromadingiz bo'lsa, kredit summasini hissiyot bilan emas, aniq hisob-kitob bilan oling. Ikkinchi xavfli guruh kartasini boshqa odamga berib qo'ygan pensionerlar. Ota-onalar farzandiga ishonadi, bu tabiiy. Lekin karta va PIN kodni berish yuridik jihatdan xavfli. Chunki bank nuqtai nazaridan karta egasi sizsiz. Operatsiya PIN kod bilan tasdiqlangan bo'lsa, uni siz bajargandek ko'rilishi mumkin. Keyin men bermaganman, u o'zi yechib olibdi deb isbotlash qiyin bo'ladi. Ishonchli farzand bo'lsa ham, yaxshisi SMS xabarnoma yo'qilsin, xarajatlar kelishib yuritilsin. Katta pul yechilsa oldindan aytilsin. Uchinchi xavfli guruh sud qarori yoki aliment, jarima, soliq qarzi, ijro hujjati bo'lgan pensionerlar. Agar sizga nisbatan majburiy ijro byurosi orqali undiruv ishlari yuritilayotgan bo'lsa, hisob raqamlaringizga cheklov qo'yilishi mumkin. Shunda pensiya kartangizdan foydalanishda muammo chiqadi. Ba'zi odamlar bankni ayblaydi, bank pulimni bermayapti deydi. Aslida bank ijro hujjati bo'yicha cheklovni bajarishi mumkin. Bunday paytda bank bilan tortishishdan oldin MIBdagi ish holatini aniqlash kerak. Agar sizda kredit qarzi bo'lmasa, kartangiz o'zingizda bo'lsa, PIN kodni hech kim bilmasa, SMS xabarnoma ulangan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, odatda qo'rqadigan katta muammo yo'q. Pensiya kartaga tushadi. Siz uni bankomatdan, yechasi yoki karta orqali ishlatasiz. Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliy bank bo'lishidan qat'i nazar, asosiy qoida bir xil. Hisob egasi o'z mablag'ini nazorat qilishi kerak. Bank nomidan ko'ra sizning ehtiyotkorligingiz muhimroq. Masalan, o'lim 8 yoshli otaxon har oy 20 million 800 ming so'm pensiya oladi. Kartasi o'zida SMS xabar qizining telefoniga ham keladi. Kredit yo'q. Karta muddati 2027 yilgacha. U har oy pensiya tushgach 20 million so'mni bankomatdan yechadi. Qolganini karta orqali dorixona va do'konda ishlatadi. Bunday tartibda xavf kam. Chunki pul harakati ko'rinib turibdi. Karta nazoratda qarz yo'q. Yana bir misol, pensioner ona pensiyasini O'zmilliy bank kartasiga oladi. U mobil ilovadan foydalanmaydi. Lekin o'g'li bankdan qonuniy ishonchnoma bilan ayrim ishlarni bajaradi. Har bir yechim onaning roziligi bilan bo'ladi. Bu ham nisbatan xavfsiz yo'l. Muhimi, karta PIN kodini hammaga tarqatmaslik va har qanday bank ishini hujjat bilan qilish. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, pensiya tushmagan ko'rinsa, darhol bankni ayblamang. Pensiya tushishi bir necha bosqichdan iborat. Avval pensiya jamg'armasi tomonidan hisoblanadi. Keyin to'lov ro'yxatlari shakllanadi. Keyin bank tizimiga mablag' yuboriladi. Keyin hisob raqamiga tushadi. Agar biror bosqichda texnik kechikish bo'lsa, pul bir necha soat yoki bir kun kech ko'rinishi mumkin. Lekin agar odatdagi sanadan ancha o'tib ketgan bo'lsa, bankdan ham, pensiya jamg'armasidan ham aniqlashtirish kerak. Ikkinchi nozik masala, pensioner chet elga chiqsa yoki uzoq muddat boshqa hududda yashasa, ba'zi to'lovlar bo'yicha davriy tasdiqlash, hujjat tekshiruvi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner uzoq vaqt bankka bormasa, telefon raqami ishlamasa, karta muddat tugasa, keyin pensiyani olish qiyinlashadi. Shuning uchun chetga ketishdan oldin bankdagi telefon raqamingizni yangilang. Kartangiz muddatini tekshiring. Kerak bo'lsa ishonchli vakilga notarial ishonchnoma rasmiylashtiring. Uchinchi nozik masala, pensioner vafot etgandan keyingi pul. Bu juda sezgir mavzu, lekin aytish kerak. Pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidagi pulni baribir o'zimizniki deb yechib olish muammoga olib kelishi mumkin. Chunki vafot sanasidan keyingi ortiqcha to'lovlar qaytarish talab qilinishi ehtimoli bor. Meros masalalari esa qonuniy tartibda hal qilinadi. Agar oilada shunday holat bo'lsa, avval FADYO orqali o'lim guvohnomasi olinadi.
Keyin pensiya jamg'armasi va bankka murojaat qilinadi. Men hech qachon kartani yashirib pulni tezda yechib oling demayman. Bu keyinchalik qarindoshlar o'rtasida nizo, bank bilan muammo va ortiqcha to'lovni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. 4-nozik masala, firibgarlar. Hozir telefon orqali bankdanman pensiyangiz blok bo'ladi. Kartangizni yangilash kerak. SMS kodni ayting deb qo'ng'iroq qiladiganlar ko'paygan. Esda tuting, bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod, PIN kod karta orqasidagi CVV kodni so'ramasligi kerak. Agar kimdir men Xalq bankidanman yoki Agrobank xavfsizlik xizmatidanman desa ham kod aytmang. Telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Ayniqsa pensionerlar ishonuvchan bo'lishi mumkin. Firibgarlar aynan shundan foydalanadi. Birgina SMS kodni aytish orqali kartadagi butun pensiya yechib olinishi mumkin. 5-nozik masala bankomat komissiyasi. Ba'zan odamlar boshqa bankomatidan pul yechadi va komissiya ushlanadi. Keyin pensiyam kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya to'liq tushgan, lekin yechishda xizmat haqi olingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaysi bankomatdan pul yechayotganingizga qarang. Agar kartangiz Xalq bankiniki bo'lsa, Xalq banki bankomatlari shartlarini tekshiring. Agrobank yoki O'zmilliybank kartasida ham xuddi shunday. Mobil ilovada yoki bank filialida komissiya shartlarini so'rab oling. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, kartangizni qo'lingizga olib tekshiring. Bank nomi, karta muddati, karta egasining ismi, telefon raqami bog'langan-bog'lanmaganini aniqlang. Agar karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, pasport yoki ID karta bilan bank filialiga boring. Odatda bank xodimlari yangi karta chiqarish tartibini tushuntiradi. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakillik yoki notarial ishonchnoma masalasini hal qilish kerak. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini tekshiring. Sizga qancha pensiya tayinlangan, oxirgi oyda qancha tushgan. Ushlanma bormi? Buni bilishingiz kerak. Agar farq bo'lsa, avval bankdan hisob raqam bo'yicha ko'chirma oling. Ko'chirmada pul qachon tushgani, qachon yechilgani, qayerga ketgani ko'rinadi. Keyin pensiya jamg'armasiga borib, hisoblangan pensiya miqdori va ushlanmalar haqida ma'lumot so'rang. Shunda muammo bankdami, pensiya hisoblashdami yoki kartadan foydalanishdami ajratib olasiz. 3-qadam. Bankka murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar jiddiy muammo bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Arizada ism familiyangizni, pasport yoki ID ma'lumotlaringizni, telefon raqamingizni, karta yoki hisob raqam bo'yicha muammoni aniq yozing. Masalan, 2025 yil 10 yanvar kuni pensiya mablag'im kartaga tushmaganini aniqladim. Hisob raqamim bo'yicha tushumlar va ushlanmalar haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizadan nusxa oling yoki ro'yxatdan o'tgan raqamini yozib qo'ying. Bu keyin muammo cho'zilsa juda kerak bo'ladi. 4-qadam. Kredit bo'lsa, shartnomani qayta ko'rib chiqing. Oylik to'lov qancha, kechikish bo'lsa, penya qancha, bank hisobdan yechib olish huquqiga ega bularni bilib oling. Agar to'lash qiyinlashgan bo'lsa, yashirinib yurmang. Bankka boring, restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish yoki to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqish imkoniyatini so'rang. Bank ham qarzning umuman to'lanmay qolishidan ko'ra tartibli kelishuvni afzal ko'radi. Eng yomon yo'l qo'ng'iroqlarga javob bermaslik, kartani ishlatmaslik, qarzni unutgandek yurish. Bu muammoni kattalashtiradi. 5-qadam, yaqinlaringiz bilan kelishuv qiling. Agar farzandingiz kartadan foydalanib dori olib bersa, xarajatlarni yozib boring. Oddiy daftar tutish ham yetadi. Sana qancha pul tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi? Bu oila ichidagi ishonchni ham saqlaydi. Ko'p nizolar aynan pul qayerga ketdi degan savoldan chiqadi. Agar hammasi yozib borilsa, hech kim bir-biridan shubhalanmaydi. 6-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. PIN kodni kartaning ustiga yozmang, qog'ozga yozib hamyon ichiga solmang. SMS kodni hech kimga aytmang. Agar karta yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Agar shubhali yechim bo'lsa, darhol bankdan operatsiya tafsilotlarini so'rang va kerak bo'lsa ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Vaqt bu yerda juda muhim. Bir hafta kutib yurilsa, pulni qaytarish ancha qiyinlashadi. 7-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta muddati, yashash manzili, telefon raqami, bankdagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lsin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, hujjat yangilangan bo'lsa, bankka ham, pensiya jamg'armasiga ham ma'lumotni yangilating. Kichkina nomuvofiqlik ham keyin katta navbat va sarsonlikka sabab bo'ladi.
Agar siz pensiyani Xalq banki, Agrobank yoki O'zmilliy bank orqali olayotgan bo'lsangiz, eng muhim narsa shuki, pulingizni nazorat qiling, kartangiz muddatini tekshiring. SMS xabarnomani yo'qing. Kredit va ijro qarzlaringizni yashirmang. PIN kod va SMS kodni hech kimga bermang. Bank kartasi qulay bo'lsa, lekin ehtiyotsizlik bo'lsa, pensionerning eng asosiy daromadi xavf ostida qolishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangizning yoki o'zingizning pensiya kartangizni tekshirib chiqing. Qaysi bank, qaysi telefon raqam, karta muddati qachongacha, oxirgi pensiya qancha tushgan, hammasini aniqlang. Agar muammo bo'lsa, bank va pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Siz pensiyani qaysi bank orqali olyapsiz? Xalq bankimi, Agrobankmi yoki O'zmilliy bankmi? Sizda pensiya kechikishi, karta bloklanishi yoki ushlanma bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan bir oylik pensiyani asrab qolishi mumkin.